Yangi qaror 1-maydan boshlab 201 kWh dan 500 kWhgacha elektr energiyasiga 900 so'mdan emas, 800 so'mdan to'laysiz. Menimcha xabaringiz bor, O'zbekistonda 1-maydan elektr energiyasi uchun yangi tarif joriy etiladi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarori qabul qilindi. Prezident topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan mazkur qaror bilan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-apreldagi 204-sonli qarori bilan tasdiqlangan 2024-2025 yillarda yoqilg'i energetika resurslari narxlarining bosqichma-bosqich o'zgarish grafikiga aholi uchun yengillik yaratadigan o'zgartirishlar kiritildi. Masalan, yoqilg'i energetika resurslari narxlarining oshishi muddati 1-apreldan 1-may sanasiga ko'chirildi. Qolaversa, 201 kWh dan 1000 kWhgacha bo'lgan differensialashgan tarif bo'yicha iste'mol miqdori orasiga yangi miqdor kiritilmoqda. Ya'ni 2025-yil 1-maydan aholi iste'molchilari 201 kWh dan 500 kWhgacha bo'lgan yangi miqdor oralig'ida har bir kWh uchun 800 so'mdan to'laydi. Bu paytgacha miqdor 900 so'mni tashkil etgandi. Bundan tashqari, qaror bilan elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari har yili 1-maydan bir marotaba yillik inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda 10% dan yuqori bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilib borilishi belgilanmoqda.